Kenaga. Nima qilyapsiz? Atirlaringiz boshqacha-yu, qatga otlanib oldingiz. Uyalmaysizmi? Akangiz bilsa nima bo'ladi? Akam bilib o'tiribdimi? O'ynab kulishingiz kerak. Sizdan kutmagan edim. Adasi, noto'g'ri tushunmasangiz sizga bitta gap aytmoqchi edim. Gapir, nima demoqchisan? Keyin bir-ikki marta menga ortiqcha gap so'z qilib tegajoqlik qildilar. Menga qara, sen tobing ketib qolganmi? O'ylab shu narsani topdingmi? Men ukam qo'ldan bunaqa kelmaydi. Qaysi kalla bilan gapiryapsan? Maraz, iflos! Keningga ham shunaqa qilasanmi? Nima o'zingni olasan? Ichingda jon deb tursan, qancha. Kenay choy damlab turing. Assalomu alaykum. Qizimsiz charchamasmi? Akam chiqib ketdilar. Bo'ldi. Siz bo'lardi. Hop. Ravshan aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisan? Tinchmisan? Xafa bo'lmaydi. Hozir uyingizga sizni qidirib kelganimda, ukangiz kenayga tegajonni yo'qotdi. Menga qara, ukam haqida nima deyapsan? O'zingni o'zing bilib-bilmay gapirma, tushundingmi? Qara. Bu kunlarni bilasanmi? Qancha kutganim? Ol qo'lingni iflos! Nima bilasanmi? Bu iflos o'zingni akangga o'qiniga olmoqchisanmi? O maraz. O iflos hamma aytganda ishonmagandim, meni ukam bunaqa qilmaydi. Sandagi ukam yo'q. Tushundingmi? Uydan chiqib ket, yo'qol iflos. U bu narsa qilib qo'yaman. Yo'qoldim.